Qur'oni Karim bormi? Oyat yozilgan qog'oz bormi? Muhammad, Aziz, Allohning ismini yozilgan narsalar bormi? Hammasini olib hurmat bilan chetga qo'yadi. O'ziga qaraydi. Bosh kiyimli bo'lish kerak, oyoq kiyimli bo'lish kerak, o'sha yerga kirishga tayyorlanish kerak. Kirganda artinadigan narsasi tayyor bo'lish kerak, yuvadigan narsasi tayyor bo'lish kerak. Apul topib kirmaydi. Mana shuni hammasini shariat ko'rsatgan. Boshqa din, g'ayri dinlar sahobai kiromlarga masxara omuz gap gapirishgan. Sizlarning sohiblaring, ya'ni do'stlaring, payg'ambarlaring hojatxonaga kirishga ham o'rgatadi-ya sizlarga. O'rgatadi. Bizga undoq qilinglar, bundoq qilinglar, undoq deb aytinglar deb hammasini o'rgatadilar.